Kelin hayotiy voqealar asosida hikoya qilinadi. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Boqa amaki ayollari Zamira buvi olamdan o'tganlaridan keyin katta hovlida kelinlari Ra'no bilan yolg'iz qoldilar. Boqa amaki va Zamira buvining o'g'illari Anvar Rossiyaga ishga ketgan kuyi qaytib kelmagandi. Na tirigi va na o'ligidan darak yo'q. Boqa amaki farzand dog'ida aziyat chekar va shuni bahona qilib ichkilikka ruju qo'ygan edi. Mana, bugun yana pensiyani olgan kuyi uyga ichib kirib keldi. Ammo bugun u ko'chadan kelini begona erkaklar bilan don olishib yurgani haqida eshitib, alam bilan uyga keldi. Shubhali. Negadir kelinining ostonasining tagida begona oyoq kiyimi turardi. Ichkaridan esa kelinining kulgan tovushi va papiros ifori anqib turardi. Boz ustiga yo'g'on ovozda kimdir unga gapirar edi ham. Boqa amakining tomog'iga achchiq bir narsa tiqildi. Ko'chada eshitgan gaplari. Keliningiz uyingizga begona erkaklarni boshlab kela boshlabdi. Ra'no ancha o'zgarib qolgan, degan sovuq pichirlashlar endi qulog'iga momaqaldiroqdek gumburladi. Mastlik xirasida bo'lgan ko'zlari g'azabdan qon talash bo'lib ketdi. Yuragi qinidan chiqib ketgandek urar, qo'llari beixtiyor hovli burchagidagi yo'g'on yog'och tayoqqa borib yopishdi. Nomussiz, nonko'r, deb pichirladi chol tishlarini g'ijirlatib. U o'g'li Anvarning dog'idan yonib tiriklayin ado bo'lgan edi. Ra'no esa shu vaqtgacha o'zini sadoqatli, iffatli ko'rsatib, cholning xizmatini qilib yurgan ekanda. Hammasi niqobmidi? Hammasi yolg'onmidi? Eshik ortidan yana o'sha yo'g'on ovoz, bo'g'iq ovoz gapira boshladi. Bo'ldi. Yig'lama endi. Hammasi ortda qoldi. Men qaytdim-ku. Ra'no esa yig'i aralash, xuddi telbalardek kulib javob qaytardi. Papiros hidi dahliz bo'ylab tobora o'tkirlashib borardi. Boqa amakining sabr kosasi to'ldi. U eshikni bor kuchi bilan tepib ochdi va ichkariga bostirib kirdi. Haddilaringdan oshdilaring ifloslar, deya bor ovozi bilan baqirib yubordi chol, qo'lidagi tayoqni havoga ko'tarib. Xonadagilar sapchib o'rnidan turishdi. Ra'no qo'rqqan kuyi hayajonda qichqirib yubordi-da, o'zini cholning oyoqlari ostiga tashladi. Ota, to'xtang, urmang, ota! Ammo g'azabdan ko'zlari ko'r bo'lgan chol kelinini siltab tashladi. Xonaning to'ridagi ko'lankaga o'sha begona erkakka tashlanmoqchi bo'ldi. Shu paytda erkak chiroq nuriga yaqin keldi. U ancha ozgan, sochlariga oq urgan, yuzlariga yillar va og'ir mehnat chuqur ajinlar tushirgan edi. Lablarida esa yarim yongan papiros cho'g'i tutab turardi. Erkak tayoqdan qochmadi ham, qo'rqmadi ham. Faqatgina mo'ltirab ko'zlaridan yosh oqqan ko'yi chuqur o'sha tanish va qadrdon ovozda pichirladi. Dada, men keldim. Meni kechiring, dada. Boqa amakining qo'lidagi tayoq polga gursillab tushdi. Mastlik asorati bir lahzada tark etdi. Ro'parasida turgan erkak ko'chadagi mishmish qilingan o'sha behayo kimsalarning gapidagi o'ynash emas, balki necha yillardan beri yo'liga ko'z tikkan ko'yi tiriklayin ado qilgan Anvar edi. Rossiyaning olis chekkalarida og'ir tuhmat bilan qamalib uzoq yillar asirligida qolgan Anvar barcha qiyinchiliklarni yengib nihoyat bugun uyiga qaytgan edi. U otasi ko'chada ekanligida qo'ni-qo'shniga ko'rinmay sekingina hovliga kirib kelgandi. Ra'noning kulgisi esa xiyonat emas, balki yillar kutilgan cheksiz baxt va shodlik ko'z yoshlariga aralashgan kulgu edi.